Biz ham tekshirib ko'ramiz. Yorildi. Mana rezultatni ko'rasizlar. Ichiga bittada o'tmadi. Hozir boshqacha tajribalar qilib ko'ramiz. Bundan oldingi videoda sarig'ini kuydirdim, endi ko'kini kuydiraman, qancha vaqt ichida beradi. Ko'rdinglar? Qop-qora bo'lib, cho'g'dek qizardi. Ochib ko'ramiz. Issiq. Lekin xom banan po'choq qilish qiyin bo'ladi, bilasizlar. Lekin ichiga o'tmadi. Mana endi eng qiziq joyini sinab ko'raman. Qo'lim tegdi, faqat banan po'choq, temir yo'q. Hozir videoni oxirida ko'rsataman. Bismillah. Temir yo'q. Faqatgina po'chog'i. Mana banan po'chog'i qanaqa mustahkam. Issiq bo'lmadi. Banan haqida qiziqarli ma'lumotlarni ko'rish xohlasanglar obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Hammaga rahmat.